1-maydan boshlab 500 kWh yangi tarif joriy qilinadi. Svet narxi tushdi. Salom do'stlar, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Joriy yilning 1-maydan boshlab fuqarolar elektr energiyasiga 201 kWdan 500 kWhgacha 900 so'm emas, 800 so'mdan to'lov qilishadi. Bu haqda Energetika vazirligi matbuot xizmati ma'lum qildi. Davlatimiz rahbari topshirig'iga ko'ra, masalan, yoqilg'i energetika resurslar narxining oshishi muddati 1-apreldan 1-may sanasiga ko'chirilgan. Qolaversa 201 kWhdan 1000 kWhgacha bo'lgan tariflar bo'yicha iste'mol miqdori orasida yangi miqdor kiritilmoqda. Ya'ni 2025-yil 1-maydan e'tiboran aholi iste'molchilarga 201 kWhdan 500 kWhgacha bo'lgan yangi miqdor oralig'iga har bir kWh uchun 800 so'm to'laydi. Shu paytgacha 201 kWhdan 1000 kWhgacha bo'lgan qismi uchun 900 so'm haq to'lashgan. Shuningdek, bir oyda o'rtacha 500 kWh miqdor uchun elektr energiyasi sarflanadigan xonadon vakillari buning uchun 2025-yilning 1-may sanasiga qadar 360 ming so'm to'lashgan. 200 kWh bazaviy norma uchun 90 ming so'm, 201 kWhdan 500 kWh uchun 270 ming so'm to'lagan. Tarif o'zgarishlaridan so'ng bir oyda o'rtacha 500 kWhlik tok ishlatgan xonadon uchun 360 ming so'm to'laydi. 200 kWh bazaviy norma uchun 120 ming so'm, 201 kWhdan 500 kWh uchun 240 ming so'm. Ya'ni ular uchun narx oshayotgani yo'q, deydi Elektr energiyasi bosh boshqarmasi.